Bu videoda siz yer haqida top 20 ta siz bilgan va bilmagan faktlarni bilib olishingiz mumkin. Bu faktlar sizning dunyo qarashingizni aniq o'zgartirib yuboradi. Shunday ekan, ekranga yaqinroq o'tiring, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Chunki bu video va bizning kanal sizga ancha foydali bo'lishi mumkin. Yer Quyosh tizimidagi hayot mavjudligi ma'lum bo'lgan yagona sayyora. Yer taxminan 4,5 milliard yoshda. Yer yuzida bitta siz meni obuna bo'lmay va like bosmay kuzatasiz. Yerning ichki yadrosi Quyosh yuzidan ham issiqroq. Yer Quyosh atrofida soatiga 107 ming kilometr tezlikda aylanadi. Yer yuzining 70% qismi suv bilan qoplangan. Yer mukammal doira emas, u geoid shaklda. Yerda har yili 500 mingta zilzila sodir bo'ladi. Yer magnit maydoni Quyosh nurlaridan himoya qiladi. Oy Yerning aylanishiga ta'sir qilib kunlarni cho'zmoqda. Yer atmosferasi 5 qatlamdan iborat: troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera va ekstratosfera. Yer yadrosi 2 qismdan iborat: suyuq va qattiq. Har yili atmosferaga 20 mingga yaqin meteorit kiradi. Yerning eng chuqur nuqtasi Mariana chuqurligi 11 ming metr. Yerning eng baland nuqtasi Everest cho'qqisi 8848 metr. Yerning ichki yadrosi kundan tezroq aylanadi. Yer orbitasi to'g'ri emas, u elliptik. Yer yuzining eng sovuq joyi Antarktidadagi Vostok stansiyasi -89 gradus. Atmosferada eng ko'p azot 78%, kislorod 21% ni tashkil qiladi. Atmosferaning 99 zichligi 32 kilometr ichida. Yerdagi eng issiq joy Eronning Nut cho'li 70 gradus. Har daqiqada yer 250 chaqmoq chaqadi. Har 100 ming yilda yer magnit qutblari almashadi. Har yili yer Quyoshdan 1,5 sm uzoqlashadi. Yerda eng uzun daryo Amazon daryosi. Bugungi kunga mo'ljallangan video o'z nihoyasiga yetdi. Agarda videoning ikkinchi qismi chiqishini xohlasangiz, videoga like bosib, kommentariyada bizani qo'llab-quvvatlashni esdan chiqarmang. Sizlar bilan Zinter, e'tiboringiz uchun rahmat.